Assalomu alaykum aziz muxlislarim, bolajonlarim, qadrdonlarim, mehribonlarim, hammalaringizda kirib kelayotgan mana 2-3 soat, 4 soatlardan keyin yangi yilimiz kirib keladi. Bu eski yilimiz tugab boryapti. Hammalaringizni yangi yil 26-yangi yil bilan chin qalbimdan muborakbod etamiz. Hammalaringizga yaxshi kayfiyat, 26-yilda hamma orzusi qilgan orzulariga yetishini tilakdoshiman. Hammangiz sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xonadoningizda hamisha tinchlik, totuvlik, o'ynab, kulib, hammalaringiz sog' salomat yuringizlar. Hurmatli azizlar, sizlarni kirib kelgan yangi yil bilan tabriklayman. Hammangizga kirib kelgan yangi yilimiz qut barakali, omadli yil bo'lib kelsin. Barchangiz niyatlaringizga yetib yuringizlar. Assalomu alaykum hammaga. Kirib kelayotgan 2026-yil yangi yillaringiz bilan hammani chin qalbimdan tabriklayman. Nimaiki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa amalga oshsin. 2027-yilda 2026-yildagi hamma niyatlarim amalga oshsin deb 2027-yilga umidimiz. Assalomu alaykum hammaga. Barchangizni kirib kelayotgan 2026-yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. O'ylagan barcha yaxshi va ezgu niyatlaringizga yetishib yurish nasib qilsin. Yangi yil bilan tabriklayman. Hammani 2026-yil bilan tabriklayman. Hamma 2026-yilga nima orzu, nima niyatlar qilgan bo'lsa amalga oshsin. Yangi yil bilan tabriklayman.